Agar siz telefoningizda MyBank.uz'da majburiy ijro byurosi tizimida yoki bank ilovasida hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, buni e'tiborsiz qoldirmang. Bu oddiy texnik xabar emas. Bu sizga nisbatan biror qaror, jarima, aliment, kredit soliq qarzi, sud hujjati yoki boshqa majburiyat bo'yicha ijro ishi yuritilayotgan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bugungi ma'lumot hamma uchun juda muhim. Chunki bunday holat odamning bank kartasiga, ish haqiga, mol mulkiga, hatto chet elga chiqishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga hozir ijro etilmoqda degani nimani anglatadi? Bundan kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak va eng muhimi, nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan oxirgi bosqichlarda xato qilib, oddiy qarzni katta muammoga aylantirib qo'yadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avval bunday holatlar qanday edi? Oldin odamlar o'zlariga nisbatan ijro ishi ochilganini ko'pincha juda kech bilishardi. Masalan, pochta orqali xat kelardi, lekin odam uyda bo'lmasdi, xat qaytib ketardi. Yoki qarzdorlik haqida xabar ish joyiga borganda, bank kartasi bloklanganda, avtomobilni sotmoqchi bo'lganda yoki chegaradan o'tishda muammo chiqqanda bilib qolishardi. Ya'ni ma'lumot tarqoq edi, odam biror idoraga borib so'ramasa, o'z holatini aniq bilmasdi. Hozir esa ko'p narsa raqamlashtirildi. Sud qarorlari, notarial ijro yozuvlari, yo'l harakati jarimalari, aliment qarzlari, soliq va boshqa majburiy to'lovlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Shu sababli hozir ijro etilmoqda degan status ko'p joylarda uchray boshladi. Bu statusning asosiy ma'nosi shuki, biror hujjat bo'yicha majburiy ijro jarayoni boshlangan yoki davom etmoqda. Ya'ni masala shunchaki ma'lumot sifatida turibdi emas, balki uni bajarish uchun vakolatli organlar harakat qilmoqda. Men bu yerda bitta muhim narsani alohida aytaman. Hozir ijro etilmoqda har doim ham siz aybdorsiz yoki darhol jazolanasiz degani emas, lekin bu statusni ko'rgan odam vaziyatni tekshirish shart, chunki ba'zan qarz allaqachon to'langan bo'ladi, lekin tizimda yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan ism, familiya yoki pasport ma'lumotlari bo'yicha chalkashlik bo'ladi. Ba'zan esa odam haqiqatan ham qarzni unutgan bo'ladi. Har uchala holatda ham harakatsizlik zarar keltiradi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Ijro degani qaror yoki majburiyatni amalda bajarish jarayonidir. Masalan, sud sizdan 50 million so'm qarzni undirish haqida qaror chiqargan bo'lsa, bu qaror qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Uni bajarish uchun ijro hujjati beriladi va majburiy ijro byurosi yoki boshqa vakolatli tartib orqali undirish ishlari boshlanadi. Ana shu paytda tizimda hozir ijro etilmoqda degan mazmundagi yozuv paydo bo'lishi mumkin. Bunday status turli holatlarda chiqadi. Birinchi holat jarima bo'yicha. Masalan, sizga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun 330 ming so'm jarima yozildi. Belgilangan muddatda to'lamadingiz. Jarima majburiy undirishga yuborildi. Endi bu oddiy jarima emas, ijrodagi qarzdorlikka aylanishi mumkin. Natijada kartangizdan pul yechilishi, ish haqingizdan ushlab qolinishi yoki boshqa cheklovlar qo'llanishi ehtimoli bor. Ikkinchi holat aliment. Masalan, fuqaro oyga 2 million so'm aliment to'lashi kerak. 3 oy to'lamadi. Qarzdorlik 6 million so'm bo'ldi. Agar bu qarz ijroga tushsa, hozir ijro etilmoqda status chiqishi tabiiy. Bunda ijrochi qarzdorning ish joyini, bank hisoblarini, mol mulkini tekshirishi mumkin. Aliment bo'yicha masalalar odatda jiddiy nazorat qilinadi, chunki bu voyaga yetmagan farzandlarning manfaatiga bog'liq. Uchinchi holat kredit yoki qarz. Masalan, siz bankdan kredit olgansiz, lekin bir necha oy to'lov qilmagansiz. Bank sudga murojaat qilgan yoki notarial tartibda ijro yozuvi olgan. Shundan keyin qarz majburiy undirishga tushadi. Siz men bank bilan gaplashaman, keyin to'layman deb yurishingiz mumkin. Lekin tizimda allaqachon ijro jarayoni ketayotgan bo'ladi. Bu yerda vaqt juda muhim, chunki qancha kechiksangiz qarzga penya, foiz, ijro xarajatlari qo'shilishi mumkin. To'rtinchi holat kommunal qarzlar yoki soliq qarzlari. Masalan, tadbirkor yer solig'i yoki aylanmadan soliq bo'yicha qarzdor bo'lib qolgan yoki fuqaro uzoq vaqt kommunal to'lovlarni qilmagan. Ma'lum tartibdan keyin undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Bunda ham hozir ijro etilmoqda degan status chiqishi ehtimoli bor. Kim xavotir olish kerak? Agar sizda muddati o'tgan jarima, sud ishi, kredit bo'yicha kechikish, aliment majburiyati, soliq qarzi, kommunal qarz yoki boshqa to'lanmagan majburiyat bo'lsa, albatta tekshirishingiz kerak. Ayniqsa oxirgi bir yil ichida sizga nisbatan sud hujjati
ma'muriy jarima yoki bankdan ogohlantirish kelgan bo'lsa, beparvo bo'lmang. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz statusni ko'rdingiz, lekin qarz allaqachon to'langan bo'lsa, vahimaga tushmang. Bunday holatda ko'pincha tizimlar orasida ma'lumot almashinuvi kechikadi. Masalan, siz jarimani bugun ertalab to'ladingiz, lekin ijro tizimida u kechqurun yoki ertasi kuni yangilanishi mumkin. Ba'zan bank to'lovi o'tgan, lekin qaysi qarzga bog'lanishi noto'g'ri tushgan bo'ladi. Shuning uchun to'lov cheklarni saqlash juda muhim. Real hayotdan bir nechta misol keltiraman. Birinchi misol, haydovchi 2023 yilda ikkita radar jarimasini vaqtida ko'rmagan. Har biri 300 ming so'mdan jami 600 ming so'm. U menga xabar kelmadi deb o'ylagan. Oradan vaqt o'tib, jarimalar ijroga yuborilgan. Keyin u avtomobilni boshqa odam nomiga o'tkazmoqchi bo'lganda qarzdorlik chiqib qolgan. Natijada u faqat jarimani emas, qo'shimcha ijro xarajatlarini ham to'lashiga to'g'ri kelgan. Agar oldinroq tekshirganda masala tezroq va arzonroq yopilardi. Ikkinchi misol, bir fuqaro kredit kafili bo'lgan. Asosiy qarzdor kreditni to'lamagan. Kafil esa pulni men olmaganman, menga tegmaydi deb o'ylagan. Lekin shartnomada kafil javobgarligi bor edi. Sud yoki notarial ijro tartibidan keyin qarz kafilga ham taalluqli bo'lib qolgan. U bank kartasidagi pul ushlanganda vaziyatni bilgan. Demak, hozir ijro etilmoqda. Statusi faqat qarzni bevosita olgan odamga emas, kafillarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, aliment to'lovchi ota ish joyini almashtirgan. Lekin ijro organiga bu haqda xabar bermagan. Eski ish joyidan aliment ushlanmay qolgan. Yangi ish joyida esa hujjatlar rasmiylashmagan. 3-4 oyda qarzdorlik yig'ilgan. Ota men qo'shmaganman, ishlayapman dedi. Lekin hujjat bo'yicha qarzdorlik bor. Natijada unga cheklov qo'yilishi, daromaddan majburiy ushlab qolish boshlanishi mumkin. Shuning uchun aliment masalasida ish joyi, daromad va to'lovlar doim hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, status yangilanishi kechikishi mumkin. Siz qarzni to'ladingiz, lekin tizimda hali ham hozir ijro etilmoqda deb turibdi. Bu holatda darhol yana pul to'lab yubormang. Avval chekni oling, to'lov qaysi qarzga ketganini tekshiring, ijrochi bilan bog'laning. Ba'zan bir odamda bir nechta qarz bo'ladi. Siz bitta qarzni to'ladingiz, lekin status boshqa ijro ishi bo'yicha turgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qarz summasi siz o'ylagandan ko'p ko'rinishi mumkin. Masalan, asosiy qarz 1 million so'm edi, lekin ijro jarayonida qo'shimcha xarajatlar, penya, davlat boji yoki ijro yig'imi qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 1 million qarz edim, nega 1 million 300 ming bo'lib qoldi degan savol ko'p uchraydi. Bu yerda hujjatlarni ko'rmasdan xulosa qilish noto'g'ri. Har bir qo'shimcha summa asosini so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat, bank kartasidan pul yechilishi. Agar ijro ishi yuritilayotgan bo'lsa, qarzdorning bank hisob varaqlariga taqib qo'yilishi yoki pul undirilishi mumkin. Odamlar ko'pincha kartamdagi pul yo'qolib qoldi deydi. Aslida u ijro hujjati asosida yechilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa ish haqi kartasi, pensiya kartasi, stipendiya kartasi bilan bog'liq holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Qonunchilikda ayrim daromadlar bo'yicha ushlab qolish miqdorlari va cheklovlar bo'lishi mumkin. Agar sizdan noto'g'ri yoki ortiqcha ushlangan deb hisoblasangiz, yozma tartibda murojaat qilishingiz kerak. 4-chi nozik jihat, chet elga chiqish cheklovi. Har bir qarz avtomatik ravishda chegaradan chiqishga taqiq degani emas. Lekin ayrim ijro ishlari bo'yicha, ayniqsa katta qarzlar yoki aliment bo'yicha qarzdorga vaqtincha cheklov qo'yilishi mumkin. Muammo shundaki, odam bu haqda aeroportda yoki chegarada bilib qoladi. Tasavvur qiling, chipta olingan, mehmonxona to'langan, ish safari rejalashtirilgan, lekin qarzdorlik sabab chiqish imkoni bo'lmayapti. Shuning uchun safar oldidan albatta o'zingizni tekshirib ko'rish kerak. 5-chi nozik jihat, mol-mulk bilan bog'liq cheklovlar. Agar ijro ishi mavjud bo'lsa, avtomobilingizga, uyingizga yoki boshqa mulkingizga taqiq qo'yilishi mumkin. Bu uni darhol olib qo'yishadi degani emas, lekin sotish, hadya qilish, nomini o'zgartirish kabi harakatlar bloklanishi mumkin. Masalan, siz mashinani sotishga kelishdingiz, xaridor pul tayyorladi, notariusga yoki YXXPga bordingiz, lekin taqiq chiqdi. Natijada savdo buziladi, ishonch yo'qoladi, ba'zan kelishmovchilik kelib chiqadi. 6-chi nozik jihat, siz haqsiz bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, jarima noto'g'ri rasmiylashtirilgan, qaror sizga tegishli emas. Qarz allaqachon to'langan, sud qarori ustidan shikoyat berilgan yoki muddatlar noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin.
Lekin men haqman deb o'tirish yetarli emas. Haqligingizni hujjat bilan ko'rsatishingiz kerak. To'lov cheki shartnoma, sud qarori, bank ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, aliment to'langanini tasdiqlovchi kvitansiya. Bularning hammasi muhim. 7-nozik jihat, og'zaki gap yetmaydi. Ko'pchilik telefon qilib, "Aka, men to'laganman. Olib tashlab qo'ying" deydi. Lekin ijro jarayonida asosiy narsa yozma iz va rasmiy hujjatdir. Agar siz murojaat qilsangiz, ariza raqamini oling, qabul qilinganini tasdiqlating, javob muddatini biling. Chunki keyin "men aytgandim" degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz hozir ijro etilmoqda degan statusni ko'rsangiz, birinchi qadam vahmaga tushmang, lekin darhol tekshiring. Qaysi organ, qaysi hujjat, qaysi sana, qaysi summa, qaysi ijrochi ekanini aniqlang. Buni MyDonkabuz, MIBning elektron xizmatlari, bank ilovasi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli idora orqali tekshirishingiz mumkin. Agar elektron ma'lumot yetarli bo'lmasa, tuman yoki shahar majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, qarzga oid ma'lumot, ijro ishining raqami, to'lov cheklari. Sud qarori nusxasi bo'lsa sud hujjati, bank bilan shartnoma bo'lsa shartnoma, aliment bo'yicha bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi yoki tegishli sud hujjati kerak bo'lishi mumkin. Agar siz qarzni to'lagan bo'lsangiz, chekni telefon skrinshoti sifatida emas, imkon bo'lsa PDF yoki bankdan olingan rasmiy kvitansiya sifatida tayyorlang. Uchinchi qadam, ijrochi bilan bog'laning. Savolni aniq bering. Menga nisbatan qaysi ijro hujjati bo'yicha ish yuritilmoqda? Asosiy qarz qancha? Qo'shimcha xarajatlar bormi? Qanday to'lov rekvizitlari orqali yopiladi? To'laganimdan keyin taqiq va cheklovlar qancha muddatda bekor qilinadi? Mana shu savollarni yozib oling va javoblarni ham qayd qiling. 4-qadam, agar qarz to'g'ri bo'lsa, uni to'g'ri rekvizit orqali to'lang. Juda ko'p odam xato qiladi. Eski rekvizitga to'laydi, boshqa jarimaga to'laydi. Izoh yozmaydi yoki qarz raqamini ko'rsatmaydi. Natijada pul ketadi, lekin aynan shu ijro ishi yopilmaydi. To'lovda ijro ishi raqami, qarzdor FISH, ESHIR yoki pasport ma'lumotlari to'g'ri ko'rsatilgani juda muhim. Agar imkon bo'lsa, ijrochi bergan aniq yo'riqnoma bo'yicha to'lang. 5-qadam, to'lovdan keyin ish yopilganini tekshiring. Pul to'laganingiz bilan jarayon avtomatik tugadi deb o'ylamang. Ijro hujjati bo'yicha qaror chiqarilishi, cheklovlar olib tashlanishi, banklarga va registrlarga ma'lumot yuborilishi kerak. Shuning uchun 23 ish kuni ichida qayta tekshiring. Agar status o'zgarmasa, ariza bilan murojaat qiling. Qarzdorlik to'liq to'langanligi sababli ijro ishini tamomlash va qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishni so'rayman. Arizaga to'lov chekini ilova qiling. 6-qadam, agar siz qarzga rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Lekin shikoyat qilish to'lamayman degan gap emas. Siz qarorning o'ziga, ijro harakatlariga yoki hisoblangan summaga e'tiroz bildirishingiz mumkin. Buning uchun tegishli sudga, yuqori turuvchi ijro organiga yoki qarorni chiqargan organga murojaat qilinadi. Arizada hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak. Masalan, mazkur qarzdorlik 2024-12 mart kuni to'langan, chek ilova qilinadi. Yoki mazkur transport vositasi qoidabuzarlik vaqtida mening egaligimda bo'lmagan, tasdiqlovchi shartnoma ilova qilinadi. 7-qadam, muddatlarga e'tibor bering. Ko'p huquqiy masalalarda shikoyat qilish, e'tiroz bildirish yoki qarorni bekor qildirish uchun muddat bo'ladi. Odamlar odatda keyinroq boraman deb yuradi. Keyin muddat o'tib ketadi. Agar sizga qaror kelgan bo'lsa yoki status chiqqan bo'lsa, uni bugunoq tekshirish eng to'g'ri yo'l. Har bir kechikkan kun qo'shimcha xarajat yoki cheklovga olib kelishi mumkin. 8-qadam, oilangizdagi yaqinlaringizni ham tekshirtiring. Ayniqsa ota-onalar, keksa odamlar, doimiy internet ishlatmaydiganlar, haydovchilar, tadbirkorlar, kredit olganlar, kafillar va aliment to'lovchilar o'z holatini muntazam tekshirish kerak. Ba'zan qarz odamning o'ziga emas, uning nomidagi avtomobil, eski tadbirkorlik faoliyati yoki kafil bo'lgan shartnomasi orqali chiqadi. 9-qadam, barcha to'lovlarni arxiv qiling. Men har doim tavsiya qilaman. Telefoningizda alohida papka oching. Jarimalar, kredit, aliment, soliq, kommunal, sud hujjatlari deb ajrating. Har bir chekni saqlang. Agar bank ilovasida cheki bo'lsa, uni yuklab oling. Faqat skrinshotga ishonib qolmang, chunki ba'zan skrinshotda to'lov identifikatori ko'rinmaydi. Rasmiy chek esa sizni kelajakda katta muammodan qutqarishi mumkin. 10-qadam, agar masala katta summa yoki murakkab sud hujjati bilan bog'liq bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling.
Masalan 50 million so'mlik kredit, ko'chmas mulk taqiqi, aliment bo'yicha katta qarzdorlik, tadbirkorlik solig'i yoki sud qaroriga e'tiroz bo'lsa, yurist bilan maslahatlashish foydali. Chunki noto'g'ri yozilgan bitta ariza yoki o'tkazib yuborilgan bitta muddat sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Men yana bir muhim maslahat beraman. Hech qachon norasmiy odamga qarzingizni yopib beraman, statusni olib tashlab beraman. Tizimdan o'chirib beraman degan va'dalar uchun pul bermang. Ijro ishi faqat rasmiy tartibda hujjat asosida yopiladi. Agar qarz bo'lsa, u rasmiy rekvizit orqali to'lanadi. Agar qarz noto'g'ri bo'lsa, u rasmiy ariza, shikoyat yoki sud tartibi bilan hal qilinadi. Norasmiy yo'l sizni yana bir muammoga olib keladi. Demak, hozir ijro etilmoqda degan status bu sizga nisbatan biror majburiyat bo'yicha ijro jarayoni ketayotganini bildirishi mumkin. Bu jarima, aliment, kredit, soliq, kommunal qarz, sud qarori yoki boshqa ijro hujjati bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l darhol tekshirish, hujjatlarni yig'ish, ijrochi bilan bog'lanish, qarz to'g'ri bo'lsa to'lash, noto'g'ri bo'lsa rasmiy e'tiroz bildirish va ish yopilganini oxirigacha nazorat qilish. Men sizdan iltimos qilaman, bunday statusni ko'rsangiz, o'zi yo'qolib ketar deb kutmang. Bugun tekshirilgan bitta qarz ertangi bloklangan karta, bekor bo'lgan safar yoki sotilmay qolgan mashinaning oldini oladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qayerda hozir ijro etilmoqda degan yozuv chiqdi va muammoni qanday hal qildingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib ularga ham juda oz o'tishi mumkin.